Mana xuddi o'sha joy. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. O'zim ham kechagi gap so'zlardan keyin juda qo'rqib qoldim. Go'zilandi payt poylashi, rangini qandaydir tosh ranglariga o'zgartirib olib yotishlaridan keyin odam juda vahimaga tushib qolar ekansan. Lekin mana shu yerga kirib ketgan joyi mana shu edi. Men kelgandagi kirib ketgan joyi mana shu joy edi. Bugun mana bu joylarda toshning ustida paka yo'q. Agarda biron joyda yana yotgan bo'lmasa, bu endi toshning rangiga kirib yotgandan keyin uni bilish juda qiyin ekan. Topib olish, ushlab olishning o'zi juda murakkab narsa ekan. Shuning uchun nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun bir o'zim kelganganmi, qo'rqish bor. Kechagunda mana shu yerda yotgan joy edi. Shu yotgan joy kechagindagi mana shu joy edi. Menimcha bitta shitirlab kirib ketdi, o'sha bu yoqqa kirib ketgan o'sha bo'lsa kerak menimcha. To'g'risi men bu yoqdan qo'rqdim, to'g'risi. O'sha yo'q menimcha bilan. Odam juda anaqa bosar ekan, bir o'zi kelib odam salovat bosar ekan. Bu juda ilon ko'p ekan bu yerda. Buni rangini juda e'tibor bermay kelishlikning o'zi xato ekan. Chunki deganda uni rangi tosh bilan bir xil yotgandan keyin ustiga shundoq kelar ekansan, shundoq urar ekanda bu. Bitta urganning o'zida bo'ldi, mazani qochirib tashlar ekan to'g'risi. Juda ana qarab mana xuddi yana o'sha joyda turibdi, topdim. Bu safar 2 ta 3 ta topdim. Qarab turibdi, agarda e'tibor bersalaringiz ko'rasizlar. Ana ichida turibdi. Ana topdim va nihoyat topdim. E'tibor beryapsizlarmi? Ana yotibdi, ana yotibdi tosh orasida. Va nihoyat topdim ana. Bu safar 2 ta 3 ta yotibdi. Men to'g'risi yog'iga qarab ham qo'yibdi tosh orasida. Men to'g'risi tuxum yetmayapti hisob u o'tlargacha borishga, lekin ana tosh orasida qo'lni yotibdi.